Assalamu alaikum tordaşlar, yaxşımısızlar? Uyghur erki qırğınçılıq uçurawatıdı. Erki qırğınçılıq uçurawatqan millat zimin dep çıqıdı. Uyghur ziminning egisi bo'lganlik uchun vatanda badal to'lawatıdı. Erki qırğınçılıq uçurawatıdı. Biz chet elda qo'sqimiz to'ysiz hisob emas, kuyimsiz insonlar jixlab ketibdi deb o'yladim. Yaqindan beri bir qanchasining havolasiga asosan bir qancha ota-onasi türmede kesilip ketkenlerge gap qilib qo'ygan bo'lsangiz, o'tirga chiqib bir ikki qiz to'rda so'zlayamizmi, bir yerlarga o'zininki ovozini bergan bo'lsa dedi. Ha deb eshiklarni chekib baqdim, lekin sado chiqmadi. Ajoyib afsuslanarli sado chiqmadi. Kuyimsizken deb ashtaq dedi meni havola qilgan odamlar. Chunki ota-onasi shunchalik badal to'lab, shunchalik yaxshi xato qo'shganlardi, nima uchun bunday qildi, ota-onasining shunday rohatini ko'rganlardi deganda o'ylab qoldim, xulosa chiqardim. Kuyimsizga bizmi kuyimsizlar qatoridan o'rnamasligimiz uchun ota-onamizni ega chiqishimiz kerak, shu tuproqqa ega chiqishimiz kerak. Tuproq degan shu o'zingiz ega chiqsangiz sizning bo'ladi, ega chiqmasangiz kishining bo'ladigan bir makonga deb o'yladim. Hozir o'ylab beqonlarmi shundaq ro'z Ramazonda aslida vatandagilarga, bo'libmi o'zimizning qarindoshlarimizga, opamizga, dadalarimizga qabrlarni yasab, o'ngshab, suv o'tib ketgan yerlarni nima qishdan o'tganda. Anandan opalarimizga, dadalarimizga o'zimizning ko'nglini ifodalaydigan bir vaqtlardi. Mush fursatdan mahrum bo'ldik. Aqlimiz ishlasak, ziminimizga ega chiqsak, mush fursatlarda foydalanalaydık. Aslida bütün dünyada Xitoy qarshi bir ovozlar chiqayotgan, Xitoy virusini manbasini surishtirish kerak deb shundaq bir to'lqinlar qo'zg'alayotgan vaqtda fursatni chim tutsak, bizmi qarindoshlarimiz bilan bir jam bo'ladigan fursatga ega bo'la oldik deb o'ylayman. Rahmat sizlarga.